Salam dostlar, darsxonamga hoş geldiniz. Aldınғы saatlik sama usul dərsini yaxtırıb ögənginizlərə, həm mənə əvətkən güzel uçurlarınlarga köpdən köp rəhmət. Bugünkü dərs məxsus qızlar üçün tayarlandı. Bugünkü dərslikdə mən muqamның çoğ nəğməsinin bir tərkibi bolğan Jula'ni tanıştırmaqçımən. Jula demək körkəm, yarqın, nurluq degan ma'nolarda bo'lib, bu yerda bo'lsa tantana degan ma'noda. Bu muqamdagi xo'shalliqni ifodalaydigan qismi bo'lib, qizlar tarafidan o'rnatildi. Albatta, har qanday turdagi bir usulni o'rganishdan burun, eng avval uning baziz qadam harakatlari bilan tanishishimiz lozim. Men bugun Jula usuliga munosabatlik bir necha xil yangi qadam harakatlarni o'rgatmoqchiman. Qaychi qadamning shakli sama usuldagi qaychi shakl qadamiga o'xshaydigan bo'lib, qadam tashlab badanni burab to'xtatish qaychi qadam deb ataladi. Qaychi qadam harakati Jula sanamlarda eng ko'p ishlanadi. Agar bu qadam harakatini asta suratda ishlatmoqchi bo'lsak, qaychi qadam bilan yurib, bir put yon terakka chiqib to'xtab, putning uchi yerga yenik urildi. Shu vaqtdan birga mura yenik tavrinib, gavda o'ynaldi. Qiynamsa, udarga tushirib ko'rib boqaylik. Agar tez suratda ishlamoqchi bo'lsak, araliqda to'xtamayla o'ng so'l taraflarga qaytlaymiz. Juplab, ambur şəkildə yanğı sıyırılıb yürüş, sıyırılma qadam deb atıldı. Tayyorlik holat, ya'ni tumarcha shaklda avval ikki tapan ichilib, barmoqning uchi juplashidi. Ikki tapan bir-biriga juplashganda putning uchi ichildi. Har bir ichilib yepilganda bir putning tapini, yana bir putning put barmog'i ko'tarildi. Mushu taxtda harakat takrorlanaverdi. Bütün beden yuqoriga tortilib, ağırlık ikki putqa tekshi tushidi. Badanni tekshi tutish ham harakatni siliq qilishimiz kerak. Sıyırılma qadamni o'z o'qimizda aylanib qilishni siypab cho'klash deb ataymiz. Siypab cho'klashning ikki xil shakli bor bo'lib, bu xil shaklni qo'shmaq shaklda siypab cho'klash. Yana bir xil shaklni mix shaklda siypab cho'klash deb ataymiz.
Biz birinci dərsdə öyrənген pot pozisiyalarındakı mıxça şəkil esingizdemekin? Muşu pozisiyada aylanışni mıxça siypap çöküləş deb ataymiz. Öz oqumuzda 8 bulunğa qarab aylanamiz. Sol tarafkimi o'xshash. Qo'llarni shahmarash pozitsiyasiga kelamiz. Tangli vaqtda bir put yan terakka chiqadi. Ondan eg'irlik yan terakdagi putga o'tkilib, tapan ko'tarilib, o'z o'qimizda tez aylanamiz. Shu aylanish bilan tang ikki qo'l belga keldi. Cho'gilganda badan yuqoriga tortilib, bosh bilan gavda bir nuqtani markaz qilgan holda tez aylanishi lozim. Növbətdə mən ataqlıq rejissor Kürash Rajab işləyən Təbiət muqamının Jula mərğulini öyrətməkçiman. Buningdagi harakatlar asosan biz bugun va bugunga qadar o'rganib kelayotgan harakatlardan tarkib topgan bo'lib, meningcha tezla o'rganib keta olasiz. Etak ko'tarib sahnaga chiqqandan keyin ko'krak salimi beramiz. Ondan oldiga bir qadam ilib, yenik jilva qilamiz. Qaychi qadam harakatini 6 qitim o'rindaymiz. Yana bir qitim qadam tashlab, bo'yin atamiz. Mıxcha shaklda siypab cho'klaymiz. Ilmak qo'l harakatini jup qadam bilan o'rindaymiz. Taq qadam harakatini beg'ish aylantirish bilan birlashtiramiz. Ondan tabassum bilan bo'yin atamiz. Kayniga ushaq qadam ilib yuramiz. Mok qadam harakatini ishlaymiz. Shah cho'glash. Bir yoki ikkini o'z o'qimizda payqab, tizlarni tutgan holda yerim o'ltiramiz. Etaklarni ko'tarib, kaynimizga ushaq qadam tashlab yuramiz. Yana bir qitim o'z o'qimizda siypab cho'glash harakatini ilib boramiz. O'ng va so'l tarafga yon tirma qadam harakatini qo'l harakatlari bilan birlashtirib, ondan yan terakda o'z o'qimizda aylanamiz. Mo'ka qadam harakatini qaytlaymiz. Ondan etakni ko'tarib aylanamiz. Yan tirama qadamni o'ng va so'l tarafga ilib, ondan bir aylanamiz. 2 qitim takrorlaymiz. Kayniga ushaq qadam bilan yurib, oxirida shax cho'gilab,
etekni ko'tarib tugitimiz. Qani amsa, menga agishib yana bir qitim sinab beqing. Bugungi dars mush yergacha bo'lsin. Ko'ngil qo'yib ham yoqtirib o'rganganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hamsa, kelarki soatlik darsda ko'rishaylik.